Vashingtonda Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari qo'mitasi, Vatandoshlar jamoat fondi hamda mamlakatimizning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchixonasi tashabbusi bilan Zakovat intellektual turniri o'tkazildi. Qayd etish joizki, bu yil Amerikadagi vatandoshlarimiz hayotida Zakovat ikkinchi marta tashkil etilmoqda. Intellektual bellashuv nafaqat savol-javob, balki mantiqiy fikr va jamoaviy hamkorlik maydoniga aylandi. Washington shahrida o'zbekistonliklar ma'naviy-ma'rifiy hayoti yana bir muhim tadbir bilan boyidi. Poytaxtda Zakovat intellektual turniri o'tkazilib, u yurtdoshlarimizni bir maydonga jamladi. Bellashuvda Amerika Qo'shma Shtatlarining turli shtatlaridan kelgan o'zbekistonlik talabalar, turli sohalarda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar va tadbirkorlar ishtirok etdi. Turnir jarayoni nafaqat qiziqarli savol-javoblar, balki do'stona muhit va yuksak ruhlanish bilan ham yodda qoldi. Jamoalarda nafaqat bilim, balki bir vaqtning o'zida tezkor qaror qabul qilish mahorati, vaziyatdan to'g'ri chiqib ketish qobiliyati va eng muhimi, bir-biriga ishonch bilan suyanish talab etiladi. Har bir savolda nafaqat fikrlar to'qnashdi, balki qalblar yaqinlashdi, do'stlik va birdamlik hissi mustahkamlandi. Bellashuv qiziqarli va shiddatli raqobat muhitida kechdi. Biroq bu raqobatda ham samimiylik, ham do'stona ruh ustun bo'ldi. Zakovat shu tariqa nafaqat intellektual tajriba, balki vatandoshlarni birlashtiruvchi, ularning ma'naviy dunyosi va ijtimoiy hayotini boyituvchi muhim bir sahnaga aylandi. Turnirda Virjiniya, Nyu-Jersi, Massachusetts, Filadelfiya va Nyu-Yorkdan vatandoshlarimiz ishtirok etdi. Turnir savollari adabiyot va san'atdan tortib tarix, geografiya va zamonaviy texnologiyalargacha bo'lgan keng sohalarni qamrab oldi. Ulardan nafaqat bilim, balki mantiqiy tahlil, hayotiy tajribaga yaqin mulohazalar talab etildi. Bu holat ishtirokchilar qiziqishini yanada oshirdi. Kasaba uyushmalari a'zolari tomonidan bir yangilik qabul qilingach, balet artistlari yana sahnaga qayta boshlashgan. Savol: artistlar nimaga ega bo'lishgan? Vaqt ketdi. Javob: sug'urta. Yoshligimizdagi, biz o'sha davrimizdagi Abdurasul akani ovozlari bilan eshitilayotgan Zakovat o'yinini jonli ravishda, yurtdan uzoqda, boshqa yerda o'ynash bu yana ham bir nima deydi, katta hayajon, zavq bag'ishladi. Bilimdonlari har bir xursand. Aynan shu platforma yaratilganidan o'zim shaxsan va ko'pgina bilimdonlarni, yurtdoshlarimizni fikrlari, mulohazalari bilan juda ham qiziqish katta. Bellashuv yakuniga ko'ra Nyu-Yorkdan kelgan jamoa g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ular turli sohalarda tahsil olayotgan talabalar tarkib topgan bo'lib, jamoaviy hamjihatlik va mantiqiy fikr bilan ajralib turdi. Tayyorgarlik ko'rish jarayonida biz ko'p narsani o'zimizga oldik, jamoa bo'lib birgalikda ko'p narsani o'rgandik va bugun g'olib bo'lishimizga ham sabab albatta bu kuchli tayyorgarlik. Xorijdagi vatandoshlarga berilayotgan e'tiborda biz juda ham xursandmiz va bilimga chanqoq yigit-qizlar bilan tanishdik. O'sib kelayotgan yosh avlodga bir turtki bo'ladi, motivatsiya beradi. Juda ham oldiga katta marralarni qo'ygan yoshlar bilan tanishib, ulardan o'rgandim va motivatsiya oldim. Men o'zim hozirda Xalqaro valyuta fondida tadqiqotchi, tahlilchi sifatida faoliyat yuritaman 1 yildan beri. Bu yerda makroiqtisodiy tahlillarni qanday qilib olib borish, bu tahlillar jarayonida kerak bo'ladigan ko'nikmalarni orttirdim. Bu ko'nikmalar va bu bilimlarni kelajakda vatanimizni rivojlantirishga va kelgusida iqtisodiyotini yana ham yuksaltirishga hissa qo'shmoqchiman. Washingtondagi Zakovat turniri vatandoshlarimiz hayotida muhim voqeaga aylandi. Bellashuv turli shtat va shaharlarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklarni bir joyga jamladi. Qatnashchilar o'rtasida ishonch va birdamlikni mustahkamladi. Yoshlar uchun bilim olish va tafakkurni rivojlantirishda kuchli motivatsiya bo'ldi. Kelgusida o'quv klublari, onlayn turnirlar va ma'rifiy dasturlar kabi tashabbuslarga poydevor bo'ldi. Ikkinchi marta o'tkazilgan Zakovat turniri g'oliblari nomi bilan emas, balki uning ma'naviy ahamiyati bilan qadrli bo'ldi. Chunki u turli sohalarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarni birlashtirib, ularning bilimga intilishini, ona tilida muloqot qilish va birdamlikni asrab avaylash yo'lida muhim qadam sifatida tarixda qoldi.